Assalomu alaykum, Ahmadboy Üst kanalining ashaddiy obunachilari. Bugungi kunimizda mashhur Do'ppilik Diyorbek o'rtog'imda xonadonlarga kelganmiz. Hurmatli obunachilar, bugungi kunimizda Namangan viloyati Tepaqo'rg'on qishlog'i. Hurmatli obunachilar, mana shu qo'y sirlari, qo'yni ham sotaveraman o'rtoq dedi. O'shanga keldik. Hurmatli obunachilar, obuna bo'lishlaringiz esingizdan chiqmasin. Otangga rahmat. Ahmadboy Tanjoning sog' bo'lsin deb yozib ketinglar. Hurmatli obunachilar, obuna bo'lishlaringiz esingizdan chiqmasin. Assalomu alaykum obunachilar. Assalomu alaykum Ahmadboy. Zo'msiz o'rtoq, charchamay turibsizmi? Ha. Qo'ylarni yaxshilaridan keldi Ahmadboy. Qo'ylar zo'ridan keldim o'rtoq. Obunachilarimizga boqishni ham o'rgatib ketaman. Keyin qo'ylar sotilaveradi ham. Sotilaveradi ham, ha? So'roq obunachilar. Ahmadboy kanaliga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar obunachilar. Qo'ylarni ko'rsatib qo'yaman. Mana. Mana qarang, qo'y. Qisir sovliqlar. Baga hammasi qisira, ina bola qisir mana. Qaranglar. Zo'rlaridan. Qisir sovliq. Boladan ajragan Qisir sovliqlar. bular Diyorbek o'rtoq, bu qaydan kelgan bu qo'ylar? Ular şeydan o'zimizdan terib olingan. Terib, mana shu bozorlardan olingan, ha. Mana, mana shu qo'ylar mana. Bular nechta tishdan? Yosh oyliklari 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8 ta. 6 ta, 4 ta, har xilta 8 tagacha. Mana qaranglar. Zo'rlaridan. So'rang obunachilarimiz. Bu ina bolam hammasi qisirmi yo? Hammasi qisir. Hammasi qisir ekan. Mana. Bular Diyorbek nima ular yeydi? Ular mana shu cho'luq yeydi. Cho'luq. Bu nimondan chiqadi bu cho'luq? Paxtadan. Paxtadan haligi g'o'zapayadan chiqadimi? Ha, shu paxtadan. G'o'zapayadan mana shu hurmatli obunachilar, buni katta kamazdan nech pulga olasizlar? 2,5 million so'mga beradi. 2,5 million so'mga olasizlar. Bu hozir nechta qo'y bor bu fermada hozir qo'yiz? Bayda o'pish hisobda bo'lsa 300-400 ta qo'y bor. 300-400 ta qo'y bor. 20 ta, 15 ta shunaqa. 20 ta 15 tadan, ha, bitta qo'rada. 20 ta 15 ta ekan qo'ylar. Bular bitta so'zidag'ini nech kunda yeb bo'ladi mana shu? Bizda 1 oy, 1,5 oy deb bo'ladi shu. 1 oy, 1,5 oyda, ha? Haligi qo'y ozroq bo'lsa ko'proq yetadi. Undan oldin bir marta blogerchilik boshlamasimdan oldin menda solos bor edi. Silos tugadi Ahmadboy. Silos tugabdi mana, qaranglar, mana 7 mashina degan edi o'shanda. 7 mashina silos bor edi. 6 tonnadan 5 tonnadan to'tirdi degan edim o'shanda. Bu keyin nima berasizlar bu o'likdan tashqari? Bug'doy beramiz. Bug'doy berasiz. Kepak beramiz. Qozak kepak, ha? Ertalabga. Ha. Bug'doy beramiz ertalabga. Bug'doy, ha? Bug'doy bilan kepakni aralashtirilgan. Bug'doy bilan kepak. Pishirilgan, qaynatilgan. Qaynatilgani. Bir qozon, 2 qozon bo'ladi. Bu bash qozoningizga yoniq boraylikda. Mana shu qozoningizga nech kilo solasiz, nech kilo bu ko'payadi. 50 kilodan tashlaysiz, bir qopdan tashlaysiz 100 kilo bo'ladi, ha? O'z haligi gaz paz yo'q. Shu haligi qop, musor-pusurlarni yaqib o'shanda pishirasiz, ha? Tuzdan nech pechka tashlaysiz? Bitta qozonga 2 pechkadan tashlaymiz. Bitta qozonga 2 pechkadan aralashtirib berasiz, ha? Aralashtirib berasiz. Qo'yamiz, keyin pishirib ertalabiga Ha. qo'y. Hop. Bash qoramiz o'ziga, paqirdan bug'doy, 2 paqirdan bug'doy, bir tag'oradan endi o'rtacha pirmenda ha, bir tog'oradan kepak. kepak berasiz. Aralashtirib ber. Shunday beriladi. Ha. Keyin ularni yeb bo'lgandan keyin yonida shu Mana cho'liq o'likdi deb yeb yotadi kechgacha. Mana. Tuzam bo'lar ekan yonida. Kechgacha yeyotadi. Kech tomon kelganda ham shu yana bug'doy beramiz, kepak bilan. O'sha aralashtirib bug'doy Aralashtirib beraverasiz, ha? 2 mahal kepak bilan o'sha bug'doy aralashtirib, bir mahal yonib turaveradi. Ha. Bayda hozir bayda ina bola bular. Hammasi ina bola. Bular ina bola ekan mana. Bular ham ashi bozorlardan terib olib kelasiz, ha? Bizza. O'zimiz. Bularda yosh oyliklar nechtadan tishlari? Bularni ham o'sha tishi 6 ta, 8 ta. 6 ta, 8 ta. 4 ta, 6 ta, 8 ta, har xil. Qo'chqor, sovliq, aralash. Qo'chqor, so'liq. Bu sotilaveradi ham. Sotilaveradi Ahmadboy. Sotilaveradi. Bu narxi nech puldan? Narxi 4,5 million so'mdan tallab olishaveradi. 4,5 milliondan tallab xohlasizlar qo'chqor bolaligini olsinlar, xohlasizlar so'liq bolaligini. so'lig'idan olsin. Ularni ham badallari semiz, jasadi katta. Semizda, ha. Ada hozir narga qo'rasizda hozir u tarafda klient ko'proq qanding. Bu tarafni ko'rsatyapmiz Diyorbek. Yo'qda qo'chqorlar ham. Vaqda qo'chqorlar. U o'tgan safar video qilganimizda mana shu qo'ylarni o'rtoq 1 million 800 mingdanmi qanchadadan olib tashagan edim dedingiz. Tashagan edingiz? Bu og'a tashaganingizga nech kun bo'ldi taxminan? Bularda og'onimga taxminan bir
4 oy 5 oy bo'ldi. 4 oy 5 oy oldu. Yangi yildan bir hafta oldimmi, 2 hafta oldin o'rtoq tashoydim dedingiz. O'tgan safar videoyingizni. Bular o'sha hech kim o'sha bozorda hech kim olmaydigan deb qo'yiladi. Hech kim olmagan, ha, bu Hech qo'ylar. kim olmagan bu qo'ylar. Ha, qaranglar. Men o'zim o'sha 1 million 1,5 million so'm qilib qo'chqor bular. Ha, Qo'chqor ekan. Hozir 3 million 32 olinaveradimi? Hozirgi bozorda 3 million 32 har xil oling. Mana bu qaranglar. G'aribda. G'arib tumalarni qaranglar Mana mana. 1 million 200 ming olganlar. 1 million 200 mingga olgan ekansiz. Ha, qarang. Quloqlari ham yo'q, Ahmad. Bu qarab qo'tirmoz yo'q. Bu Qo'tir- ancha odam qilib qo'yganim. Odam qo'y qilib qilib qo'yganim deydi. Bu ham o'ligiydan ashlarım, ha. Qo'y kepak o'ligiydi. Ha. Bu o'tgan safar mana qo'rada ham qo'y bor edi. Yo, sotib yubordingizmi? Sotib yubordingizmi? 2 million 800 ming sotdim. Az siz faqat o'rtoq haligi Qirg'izdan ham har zamanda olib kelib qolasiz. Hali ko'proq siz oriq qo'y sug'liqlar shug'ullanasiz-da. Shu haligi bo'kib bo'lsa, ishtahalariga nima ukar haligi dorilar berasiz. Hop, albin ichkizamiz. Albin ichkizasiz. Qo'y bilan bizda albin ichkizamiz. Albin ishtahasiga. Keyin hop, gastrit ichkizamiz shu. Gastrit, ha. Ko'p yemay qolsa ishtahani ochgan Ha, gastrit. gastrit. Ha, albin shunaqa dorilarni har 15 kunda berib turamiz. Har 15 kunda berasiz. Ha? Har 15 kunda bersangiz, hozir ko'rsatib ham ketasiz. Diyorbek ashi nima berishingizni hamma narsani ko'rsataman. U haliginda kirib turganda, turgan ekanda haliginda. Ha. Haligi vitaminlarga, ishtahalariga narsalar bor ekanda, ularni ham ko'rsatamiz. Endi aqib o'tamizmi Diyorbek? Hozirni bosib turaman. Bo'ldi. Nar tarafiga o'tamiz, hurmatli obunachilar. Mana ketdik. Mana hurmatli obunachilar, bag'aga ham o'tib oldik. Mana klientlar monosini baho qilyapti ekan. Buni necha pul baho qilishyapti ekan? 2,5 million so'mmi? Buni qo'zimi, ishami? Qo'zi mana hurmatli obunachilar mana. Sadmash akamiz 2,5 million so'm baho qilishyapti. Akamiz 27 bering deyaptilar. Bu bo'g'azmi, qisirmi? Qisir ekan mana hurmatli obunachilar, qo'zi. Bog'da mana shu ori qo'ylar ekan, ha. Ina bola hammasidan o'n qaranglar. O ashinskiy ishqibozim Diyorbek ashiga boraylik mana. Ikkezak yaqinda tug'ib tush kerak. Kechami, bugunmi? Bugun tug'ildi Ahmad boy. Bugun tug'ildi, mana qaranglar. Qornikalni sasan. Ha, ana qaranglar, kindigina aligizlari ham tushmadi. Hurmatli obunachilar, mana qaranglar, ikkezak. Qaranglar mana, zo'r mana telefon. Ikkalasi ham qo'chqor. Ina telefonni yaxshi ko'rasiz kerak mana. Qaranglar. Qo'chqormi ikkalasi ham? Ha, qo'chqor turdi. Ikkalasi ham qo'chqor ekan mana. Qaranglar, o'ta sifatligilar. Bu ham baqsh aligilari, mana qaranglar mana. Endi tug'ilganiga mana yan aligi beda berib qo'yishdi, o'ligam yonida turibdi. Hurmatli obunachilar, mana qaranglar, zo'r-da. Bu nech pulga sotasiz? Buni 6 million 200 mingga bo'lsa, Toshkentga 6 million 200 mingga. Sog'liqlari, yeb-ichishlariga nech kun? Bir hafta garantiya. Dastlabki qaygacha beradi? Vodiydan olgan odam yutadi, nima deysizki, bolalar kichkina ta'mat qo'y, yo'l polga yarash kerak-ku. Toshkent uzoqlik qiladi. Tepkilab, mepkilab qo'yib qo'yiladi. Bo'ldi. Vodiy ichlar dastlabkasi bor. Qolgan viloyatlarga kelishadigan holatda mana bag'da ham bor ekan mana. Qaranglar. Ajra bular 3-4 kun tug'ilganlar baqa ajratib qo'slash kerak-da, ha? Mana qaranglar. Inasini o'zi ekan mana. 20 kunlik bo'pti mana. Buni 3,5 million so'mga beramiz. 3,5 million so'mga berasiz mana. Qaranglar. Mana kepak ham yoniga qo'yib qo'yishgan asha. Bolasi yesin deb, bolasi yesin deb. Qaranglar mana zo'r-da. Inasini tishini ishda. Ikkita shahmat. Ikkita tish ekan. Qaranglar, qo'zi ekan hali. Hali o'sadigan payti ekan. Mana qaranglar. Zo'rlarida mana. Qaranglar. Bular qaydan kelgan, Diyorbek? Bular shu Qirg'izistonda o'tgan deb berdi egasi. Egasi Qirg'izistondan o'tgan deb bergan. Buni abitmaydi. Abitmadik. Ha, abitganlar bormi, yo'qmi? Yo'q, hozir yo'q, sotib yubordim Ahmad. Ha, ketdi. Mana qo'ralarni bir ko'raylikchi, Diyorbek. Mana şeyda mana ina bola, qisar, hamma narsa bor ekan-da, mana qaranglar, mana akalarimga sotildi. Necha puldan sotildi? Buni chesdan chiqib ko'rsatib Ha, mana Ahmadboy Albin bo'ladi. Albin, ha mana. Kattasi mana. Mana qaranglar. Buni qo'ylar kelishi bilan ertalab och qoringa Och qoringa ichkizasiz. Ha. 10 grammdan. 10 grammdan. 10 grammdan ichkizamiz buni. Ha. Har bitta qo'yga. Har bitta qo'yga. Yangi qo'y kelsa. Yangi qo'y 15 qo'ysa. kunda bir qilib turiladi. Ha, mana 3. Gastrit, Bu gastrit. İşte ha. Mo'kkan bo'ladi. Ha. Shunaqalariga. Bu necha grammdan ichkizasiz buni? Buni 5 grammdan. Buni 5 grammdan ichkizasiz. Bu Ahmadboy, Ha. o bitkanalariga. Bitgana, haligi qurt, ichidagi sharv narsalarni hammasini chiqarib beradi. Ha?
Mana Bu ham qaranglar. 5 gramm Ahmad. Bu ham 5 grammdan ichkizasiz, ha? Ichkizamiz. Ichkizasiz mana hurmatli obunachilar mana. Anaqa tavsiyalar ham bo'lyapti haligi. Yangi boqqan obunachilarimizga mana hozirgi fazla asfaltda hurmatli obunachilar qo'y sotildi. 4 ta qo'y sotildi-da, haligi 2 ta qo'zi qo'y sotildi. 22 yu 26 ga sotildi. Haligida ko'rsatgan qo'yim 26 ga sotildi. Qolgani 22 dan haligi oldi. Yuklashib berdik, shunga bosib qoldi. Bular necha kun bo'ldi kelganiga bularni? Hammasini. Bu Ahmad boy mana ular Ha, 4 kun bo'ldi. 4 kun bo'ldi. 3 kun, 4 kun. Bayda bir hafta kelgan oldin qo'ylar ham yo'q, Ahmad boy. Yo'q. Bizga bilasiz keladi, ketadi. Keladi, ketadi. Bitta o'sha hozir qo'chqorlarni boqyapti. Boqyapsiz. Haligi bir marta ancha oldin ko'rganda haligi o'rtoq haligi oriq qo'y olib kelyapman, men aytib jicha boqyapman, suv yurgandan keyin abu aqab o'tyapman deyapti turdim, to'g'rimi? Ha. Ha, hurmatli obunachilar, hozir kelin o'ta ko'payib ketdi, hozir darvozada turibdi, hurmatli obunachilar. Bugungi kunimizda mana shunday qisqacha video bo'ldi. Hurmatli obunachilar mana. Qo'y shunday qilib baqiladi. O'rtog'imda xonadonlarimizdan mana qaranglar. Hamma yo'q qo'y 300 tacha qo'y bor mana. Ina bola degisalaring, ina bola hammasi nomerini qoldirib ham ketaman. Xo'p, sizlarga boq sirlari ham bo'ldi-da mana qaranglar. Hamma yo'g'ini tavsiya qilib berdim-da mana. Qaranglar, o'ligib yotaveradi. Ana qaranglar, ana. Bugungi kunimizda mana shunday obuna bo'lishlaring eslangdan chiqmasin, hurmatli obunachilar. Like bosib, kommentariy yozib, otangga rahmat Ahmadjon deb yozib ketsalaring bo'ldi. Bugungi kunimizda bugungi qisqacha video bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hurmatli obunachilar. Oilalaringga, topganlaringga oila baraka bersin.